Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana high-tech mebellarimizni ham obzorini boshladik. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Assalomu alaykum, tuzumsiz aka. Rahmat, Allohga shukr. Mebellarimizni tanishtirib o'tsak aka. Navbatda high-tech mebelimiz aka, spalniyadan boshlasak, spalniyamiz matraslari ortopedskiy, ikki taraflama 3D matras. Matrasimiz razmeri 170 ga 220. Spalniyda joy egallash razmeri tumbadan tumbagacha 270 ga 255 joyda egallaydi. 270 joyda egallaydi kalla taraflari. Kalla tarafi 270 joyga. Agar bosh tarafdan oyoq tarafgacha 255 joyga. Bunisini olib qo'yadigan bo'lsak, 225 joyga tushadi. Buni ham bemalol ajratib oladi. Sizlar ochiladi. Spalniyamiz tagida sondalari ham bor. Taglarida sondalarimiz ham bor ekan. Yanim sonda deyiladi akalar. Bemalol kichkina narsalar solib olib qo'shinglar bo'laveradi. Xo'p, trimoyimizga kelsak aka. Trimoyimiz razmerlari 1.30 ga, balandligi 1.80. Bemalol ishlangan. Xo'p, vakuum mexanizm. O'zi tortib nima qiladi? Hamma tortiladi, vakuum mexanizm. Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat. Xo'p, shkafga keladigan bo'lsak aka, shkafimiz uzunligi 2.40, balandligi 2.10. 3 bo'lakka ajratib ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, 3 ga bo'linadi ham. Bu tarafimiz kalta kiyimlar uchun muzkoy taraf. Shimiladiganlari ham bor. Dazmollangan shimiladi. Ilib qo'ysa bo'laveradi. Bu ham vakuum mexanizm. Petallari ham germanskiy mexanizm. Xo'p, o'rtada boshdan oxirigacha polcha qilib ishlangan. Bu chekada uzun kiyimlar uchun tepada bosh kiyim qo'ygani joyimiz. Hammasi vakuum mexanizmda ishlangan. Bu mebelimiz kombinatsiya holatda ishlangan ekan, aka. Fasad qismiga kashmir laminat ishlatganmiz, korpus qismiga serigrafit ishlatganmiz. Bu spalniyalarimizni materiallari ham moshi material, kirpirda esa vlajniy salfetkada bemalol artib ishlataveradi, chiqib ketadi. Lustralarimiz ham 3 xil svetda yonadi. Svetlarimiz ham e'tibor berib qarasizlar 3 xil svetda yonar ekan akalar. Xo'p, narxiga kelsak aka. Xo'p, narxini yangi yil arafasida butun vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan 7 million 700 dan qilib beramiz. 7 million 700 mingdan olib borib o'rnatib berib, uyga aytgan joyiga olib kirib o'rnatib beramiz. Xo'p bo'ladi aka. Aziz obunachilar, bemalol akamizni nomerlariga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Olib borib o'rnatib berishlari bilan 7 million 700 ming so'mga olib borib o'rnatib berar ekan. Mehnatimiz uchun like, podpiska bosishni unutmanglar akalar. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.